Samarqandda Gentra haydovchisi yo'lda ketayotgan 5 yoshli qizchani urib, voqea joyidan qochib ketdi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabariga ko'ra, hodisa 22-mart kuni Urgut tumanida yuz bergan. Ta'kidlanishicha, haydovchi tezlikni me'yoridan oshirganligi sababli ushbu yo'l transport hodisasini sodir qilgan. O'tkazilgan surishtiruv ishlari orqali mazkur Gentra topilgan. Aniqlanishicha, uni boshqargan shaxs tumandagi maktablardan birining 11-sinf o'quvchisi bo'lgan. Mashinani so'ramasdan olib chiqdim. Hech bilmaydi uydagilar. Olib chiqdim mashinani, aylandim, o'qildim. Keyin keluvdim shu cho'g'ishnordan yo'ldan bola chiqdi. Tormoz qildim, to'xtashga o'zgarib qilmadim. Keyin urdim, keyin voqea joyidan qochib ketdim. Qo'riqdim qilishga. Hammadan uzr so'rayman. Idora e'lon qilgan videoda qizaloqning ahvoli hozirda yaxshi ekanligi ma'lum qilingan. Mashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilgan. Holat yuzasidan esa Urgut tuman ichki ishlar bo'limi dastlabki surishtiruv ishlarini olib bormoqda.